Assalomu alaykum hurmatli O'zbekiston xalqi. Assalomu alaykum hurmatli prezidentimiz Shavkat Miromonovich Mirziyoyev. Assalomu alaykum Saida Mirziyoyeva. Men Surxondaryo viloyati Angor tumanidan Bahor mahallasida yashayman. Mana meni hozirgi ahvolim 2004-yil o'zimning o'g'limga uy-joyimni nomiga o'tkazib bergandim, kichkina o'g'limni nomiga. Bu yerda через notarius bo'lgan, через notarius yo'q narsani, nol narsani meni aldanganman, meni aldashgan. Yo'q narsani nima qilib bergan. Hozirgi holatda mana bergan nimamni mana bunaqa qilib buzib tashlashdi. Men hozir yashayotgan joyim mana daraxtlar ichida, o't o'lanning ichida, mana shu joyda yashayapman mana. Mana shu joyda yashayapman men. Mana suvim, mana nonim. Juda og'ir ahvolda yashayapman. Bugun mana non, bugun Angor tumani hokimining qabuli bo'ldi. 25 nima kuni 25 aprel kuni qabulga kirganda men shunaqa ko'chada qoldim. Bolalarim uyimni buzib ko'chada qoldirdi. Yashashim juda og'ir deganimga qaramay hech narsani o'zgartirmadi. Masjidning mullalarini jo'natib o'zi buzilib bo'lgan narsaga buzilib bo'lgandan keyin mana bunaqa holatda mana hozir men yashashga umuman sharoitim yo'q. Ko'chada daraxtlar ichida o't o'lanlar mana qarang, qanday ahvolga tushirib tashlagan mana. O'g'llarim mana shu holatga keltirib tashladi. Saida Mirziyoyeva, sizni juda ham ayollarga nimasiz, ayollar uchun har kuni bir qonun chiqarasiz pashti. Sizni juda ham qadrli ishlariniz bor, qimmatli ishlariniz bor. Iltimos meni bir o'zingizni nimasi panohingizga olsangiz. Angor tumani hokimi, mahalla raislari faqat senga sol, menga sol, senga sol, menga sol deb nima qilyapti. Buni endi bu joyda meni o'g'lim Choriy o'g'lim majbur sud qarorini chiqarib olgan. Sudyalar ham hammasi birortasi ona-ku bu, seni tuqqan-ku, shu qanday yolg'iz ona ko'chada qoladi degan nimani qilmadi, gapni qilmadi. Hammasi o'g'lim tomonga nima qildi-da, o'g'limning foydasiga hal qildi. Hal qilib qarori Baratova Mahbuba Ergashevnaman. Baratova Mahbuba Ergashevnani majbur uydan chiqarish, qurgan narsalarni majbur buzish haqida chiqardi. Birortasi bu ona 9 kun qornida ko'targandir, bir ana qilgandir. Rahim shafqat qilmadi. Mana yotishiga qarang. Bularni men yillar davomida qurganman. Yillar davomida qurmashida tadbirkorlik faoliyatlarida shug'ullanganman. Mana bular yotishiga qarangda, hozirgi holatda juda og'ir. Meni hech kim men bilan qiziqqani yo'q. Biror kishi kelib qayerda yashayapsan, nima qilyapsan degan mas'ul xodimlarda umuman hammasi o'zini senga sol, menga sol qilishyapti. Iltimos sizdan hurmatli Mirziyoyeva, hurmatli prezidentimiz, sizdan iltimos Ulug'bek Qodirovni qabuliga kiraman deb nima qilganimda, o'sha joydan Ulug'bek Qodirov viloyat hokimini qabuliga kiraman deganimda, Xotin-qizlar qo'mitasidan, viloyat Xotin-qizlar qo'mitasidan menga xat keldi. Siz ishlaringiz hammasi nima chilkash, sud orqali deb meni dodimni hech kim eshitmadi. Hozirgi vaqtda mana yurishimga qarang, mana turishimga qarang. Nonim yo'q, ovqatim yo'q. Mana bunaqa juda bir o't o'lanlar ichida, qurqumslar ichida yashayapman. Juda uyatli, juda abidni achinarli holatdaman. Iltimos sizdan bir yaqindan yordam qilsangiz. O'rtaga shuncha odamlarga iltimos qildim. Sudyalar faqat yaqinda bir yordam qilmadi. Biror marta bir nima qilmadi. Surxondaryo viloyatida sudyalar ishlamaydi. Shu delani yopsa bo'ldi. Delani yopsa o'zlaridan soqit qilsa bo'ldi. Mana hozir yurishim juda nima ahvoldaman. Iltimos sizdan bir nima qilib yordam qilsangiz-da menga yaqindan bular bir endi hozirgi zamonimizda onani meni o'zi yoshim Baratova Mahbuba Ergashevnaman. 1961-yilda tug'ilganman, hozir 65 yoshdaman. Mana qarang, mana shu holatda yashayapman. Kechasi mana ko'rpachani
Mana ko'rpacha ham qo'shnilarim bergan eski yirtiq ko'rpachalar. Shuni mana gilamga to'shaymanda, gilamning ustiga chiqib, gilamni yopinib yotaman. Ko'rpa to'shaklarimgacha hamma narsamni olib borib, musorga tashladi o'g'lim, lekin biror kishi o'g'limga nima qilmadi. Biror kishi kelib o'g'limga ona-ku, shu tuqqan onang-ku demadi. Xalq lekin rosa achindi. Xalqda endi omi xalqning qo'lidan nima keladi, nima deydi bechoralar hammasi qarg'ab, yig'laganlar juda ko'p bo'ldi, dod deganlar juda ko'p bo'ldi, achindi. Yotgan qancha materiallar qarang, qancha materiallar mana juda bir chiroyli ish qilgandim. Bir o'zim bir boshimga mana shuncha ish qilgandim. Rosa azob berib nima qilishdi. Hozirgi holatda juda qiyin ahvolim. Iltimos menga yordam bering. Yordam beringlar iltimos. Juda ham qiyin ahvoldaman. Endi kimga dodimni aytay? Onam yo'q, otam yo'q, boradigan joyim yo'q. Iltimos sizdan Mirziyoyeva. Iltimos yordam qiling. Yo'q, ko'chalarda qolib ketdim. Kechasi men sovuqda yotishiga joyim yo'q, boradigan joyim yo'q. Iltimos yordam bering. Shunchalik ham mana shu zamonda shunchalik azob tortadimi odam? Mana qarang, qanday o'tuvlarlar ishlayapman. Mana shu ko'rpachada mana gilamning ustida yopinib yotaman. Hamma tomosha qilib chiqyapti. Nima qilyapti katta ko'chaning ustida. Iltimos yordam bering menga. Bormi haqiqat? O'zbekistonda qachon bir haqiqat bo'ladi? Borki endi Xudoga shukr, sizlarga suyanamiz-ku. Iltimos yordam beringlar menga. Rahmat sizga Saida Mirziyoyeva oldindan. Rahmat ming marta.